nega chaman istamas yantoq sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu ovloq, ne qilsa ham uning vatani. Nega chaman istamas yantoq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz soychaliklar, aziz kosonsoyliklar, barchangiz bilan bugun yana bir ajoyib xushxabar ustida yig'ilib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Men hayotimda hech qachon bunaqa bir katta 3 ta bayram birlashganini ko'rmaganman. Mana musulmonlarimizning eng ulug' bayrami Ramazon hayiti, qolaversa bizning umumxalq bayramimiz Navro'z umumxalq bayrami va albatta aynan mana shu mahalla fuqarolari, shayxonliklar, soychaliklar uchun alohida bir ajoyib bayram. Tashabbusli budjet loyihasining 2026-yil 1-mavsumida Namangan viloyati bo'yicha Kosonsoy tumanining Soycha mahallasi 1-o'rinni qo'lga kiritdi. Muborak bo'lsin. Albatta mana shu munosabat bilan mana kecha kechqurundan beri ushbu mahallada bayram, kecha mana salyutlar otildi. Bugun mana mahalla ahli birgalashib, ahillikda ko'z tegmasin, nuroniylarimiz bosh bo'lib mana bir emas ikkita qozonda osh damlanib mana shu yerda ehson qilinmoqda. Qolaversa mana shu xursandchilikda barcha mahalla ahli birgalikda xursandchilikni amalga oshirmoqda. Mana shu taomlardan bemalol tanavvul qilishingiz mumkin. Barchangizni muborakbod etib qolamiz va albatta ushbu taomlarni tanavvul qilib bo'lganingizdan keyin ketib qolish yo'q. Bu yerda mana shu kichik sahnamiz oldiga, kolonka oldiga kesinglar, xudo xolasa bizni ertak qahramonlarimiz ajoyib kuy qo'shiqlar bilan birgalikda ajoyib bayram dasturini sizlarga uyushtirib beramiz va kayfiyatingizni bundan-da yuqori darajaga ko'taramiz degan maqsaddamiz. Barchangizga yana bir bora bayram muborak bo'lsin. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Beshigimsan allalar aytgan, eshigimsan kuzatib kutgan. Har balodan masalan bitta yo'lda yotgan narsani olib qo'yishlik bilan mu'minlarga ozor bermasin deb olib qo'yishlik bilan nihoyatda katta savoblarga erishadi. Ana shuning uchun Parvardigor bu qilgan yaxshiligimizni dargohida beriyo qabul qilsin. Barcha katta kishi, yoshlarim nimaga maqsad qilgan bo'lsa, maqsadini hosil uylarimiz, mahalla-ku yurtimizni tinch qilsin. Mana shu topgan tutganlarimiz mana shunday yaxshi odamlarga, yaxshi kunlarga nasib ro'za aylasin. Uylarimiz, mahalla-ku yurtimiz tinch bo'lsin, farovonligimiz davom etsin. Ya hammalaringiz ham qadamlaringizga hasanat, bu taomlarni tayyorlagan, purzavlagan, belga mehmon qilganlarni Alloh taolo jannatdan mehmon qilsin. Bir rahmatga ya arhamar rohimin.